Ramazon oyida haftada 3 marta kelib, split mashg'ulotlarni bajaradiganlar uchun bugun birinchi kun mashg'ulotlari, ya'ni haftani boshida dushanba yoki seshanba kuni keladiganlar shu mashg'ulotlarni bajarasiz. Barcha mashg'ulotlarni 3 podxoddan 12 ta 15 tadan sonini bajarasizlar. Og'ir ko'tarmaslikni tavsiya beraman, travma olishinglar mumkin. Qanot va yelkaga ishlaymiz. Birinchi turnirdan boshlaymiz. Bazaviy shtanga, gantel mashg'ulotlarini kamroq bajarishni tavsiya qilamiz. Shuning uchun trenajyorda bajaramiz mashg'ulotni. Keyingi mashqimiz keyingisi yelkaga bazaviy gantelda ishlaymiz. Yelkaning yon qismiga gantelda. Keyingisi shtangada yelkaga. Oxirgisi yelkaning orqasiga. Shunaqa foydali darslarni o'tkazib yubormaslik uchun biz sahifamizga obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.